Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şek şüphesizki daima tirik ve mahlukatlarının bütün işlerini idare kılıp durguchi Allah'a tevekkül kılış, her bir bende her halde muhtaç bulunduğun ulug' ameldir. Lekin bendelerden bu nuqtani tushunib unaga ahamiyat beradiganlar nihoyat az. Din demek tevekkül kılış demektir. Said ibn Jubayr rahimahullah mundaq degan: Allah Taalaga tevekkül kılış imanning yermidir. Tevekkül kılış a'zolarning amallaridan emas, balki qalbning amalidir. Bu haqda İmam Ahmad rahimahullah mundaq degan: Tevekkül kılış qalbning amalidir. Allah Taala payg'ambari sallallohu alayhi vasallamni va mu'min bandalarini tevekkül qilishga buyurib mundaq degan: Nihoyat g'olib mehribon Allohga yo'langin. Allah seni namozga qo'yganingda ko'rib turadi. Namoz o'quvchilar orasidagi secdega borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turadi. Bu oyatda yo'langin degan so'z tevekkül qilish degan ibora bilan kelgan. Allah Taala yana mundaq degan: Kimki Allohga tevekkül qilsa, Allah uningga kifoya qiladi. Hadisda tevekkül qilishga buyurildi va uning martabasining kattaligi bayon qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Agar Alloh taologa haqiqiy tevekkül qilgan bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga qushlarga rizq bergandek rizq beradi. Qushlar adiganlari och holatda chiqib, kashlari to'q qirsoq qaytib keladi. Alloh taologa tevekkül qilishning ma'nosi banda hamma ishlarini, ahvollarini Alloh taologa topshirishi va hojatlarini o'rindashda Rabbiga tayinishi va ishnishi kerak deganlikdir. İbn Abbas raziyallohu anhuma tevekkül qilish Alloh taologa ishnish deganlikdir. Tevekkül qilishning rostligi Alloh taologa va Alloh taoloning dargohidagi narsalarga ishnishingdir. Chunki Alloh taoloning dargohidagi narsa dunyoda sening ilkingdagi narsadan cho'ngdir va bak boqiy qolguchidir degan. İmam Ahmad rahimahulloh mundaq degan: Tevekkül qilish deganimiz yig'inchoqlab aytganda ishlarni Alloh taologa topshirish va Alloh taologa ishonish deganlikdir. İbn Rajab rahimahulloh aytadi: Tevekkül qilish dunyo va oxirat ishlarining hammasida manfaatlarni qo'lga keltirish va ziyonlarni dafi qilishda qalbning Alloh taologa haqiqiy tayinishidir. Tevekkül qilishning taqozosi va uning to'g'ri bo'lishining shartlaridan biri shuki, shar'iy jihatdan ruxsat qilingan barliq foydali chora-tadbirlarni vujudga chiqarishdir. Chunki shariatning egisi hikmat bilan ish qiluvchi Alloh taolo tevekkül qilish bilan sabablarni qilish, ishlarga chora-tadbir qilishning orasini bog'ladi. Shuning uchun tevekkül qilishlar yetarli bo'lmaydi. Faqat sabablarni qilgan chog'dala ondan bandaga manfaat qiladi. Demak, tevekkül qilish bilan sabablarni qilishning orasida mutlaq zidlik yo'q. Alloh taolo mundaq degan: Allah sizlarga zaminni minishga oson qildi. Zaminning atrofida mininglar. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Mulk 15-oyat. Alloh taolo yana: Ey mu'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushga turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar degan. Sura Nisa 71-oyat. Demak, shar'iy tushunchada tevekkül qilishning haqiqati bo'lsa, putqo'l a'zolar orqali sabablarni vujudga chiqarish bilan birga qalbning Alloh taologa tayinishidir. Bu ikkisi bo'lsa, tevekkül qilishning ikki asosi bo'lib, haqiqiy tevekkül qilish faqat bu ikki asos topilgan chog'da to'g'ri bo'ladi. Ammo Alloh taologa tayinib sabablardan yuz o'rishga kelsak, bu shariatda ayiblangan, aqlda nuqsonliq deb qaralgan ishdir. Ammo Alloh taologa tayanmasdan sabablarni qilish bilan kifoyalanish bo'lsa, sabablarda shirik keltirish deb qaralgan ishdir. İbn Qayyim rahimahulloh mundaq degan: Shak shubhisizki, ojiz kelganlikdan sabab qilishni tark etish bo'lsa, haqiqati bandiga diniy va dunyolikda foydali bo'lgan ishlarni qo'lga keltirish va ziyonli bo'lgan ishlarni dafi qilishda qalbning Alloh taologa tayinishi bo'lgan tevekkül qilishga zid keladi. Shuning uchun bu xil tayinish bilan birga sabablarni vujudga chiqarish zarurdir. Undaq bo'lmaydi ekan, u kishi hikmat va shariatni bekor qiluvchidir. Banda o'zining bo'shonligini tevekkül qilganlik deb qarab olmag'ay.
haqiqiy tavakkulni bo'shonliq deb tushunib olmag'ay. İnsanlar tavakkul qilish babida 3 turlik bo'ladi. Birinchi turdikilar qalbi bilan Alloh taologa tayangan va yuzlangan, lekin amaliy sabablarni, chora tadbirlarni qilmay, maqsadlarni hosil qilish uchun tirishchilik ko'rsatmagan insonlardir. Bu bo'lsa ayiblangan yo'ldir. Bu hargizmi tavakkul qilish emas, balki tayinib olish, ya'ni tavakkul qilishdir. Bu soplarning yo'li bo'lib, salaflar uni ayiblagan. Rivoyat qilindiki, Ömer raziyallohu anhu Yamanda bir to'p kishilarni uchirtibdi. Shunda u, "Sizlar nima odamlar?" deganda, ular "Biz tavakkul qiluvchilarmiz" degan ekan. Shuning bilan Ömer raziyallohu anhu "Yolg'on aytdinglar. Sizlar tayinib olg'uvchi insonlarsizlar. Haqiqatan tavakkul qilguvchi degan uruqni zaminga tashlagan va Alloh taologa tavakkul qilgan kishidir" degan ekan. Ikkinchi turdikilar amaliy sabablarni oshirib qilgan, lekin Alloh taologa tayanmagan va ishlarini Alloh taologa topshirmagan insonlardir. Bu ham shariatga muxolif bo'lgan ayibga sazovor yo'ldir. Chunki bu turdikilar haqiqiy sabablarni, yaxshiliklarni qo'lga keltirib, yomonliklarni dafi qilishda o'z oldiga ta'sir ko'rsatadi deb qarab, sabablarni yaratgan zotni unutib qolganlardir. Bu bo'lsa dunyoga berilib ketgan g'aflat va shahvatlarning quli bo'lib qolganlarning yo'lidir. Uchinchi turdikilar Alloh taologa tayangan, Alloh taolo ruxsat qilgan va foyda qilib bergan sabablarni o'rindigan kishilardir. Mana bu tavhid va sunnat ustida bo'lgan insonlarning yo'li bo'lib, bu shariat va aqlga muvofiq bo'lgan, shundoqla sog'lom tabiat taqozo qiladigan yo'ldir. Chunki maxluqotlarga haqiqiy ta'sir ko'rsatuvchi va foyda ziyon yetkazuvchi bo'lsa Alloh taolodir. Har bir narsa uchun shu narsaga yetkazadigan bir sababni bekitish Alloh taoloning qonuniyatlarining jumlasidandir. Shuning uchun bu ikkilisiga amal qilish dinning mukammal va aqlning komil bo'lganligi hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bütün ishlarini Rabbi Alloh taologa to'liq ishongan holda topshiratdi va tayinlatdi. Shundoq turuqliq yana har ishga yarasha sababini qilatdi. Buningdan hech bir malomat his qilmaydi. U Rasululloh tamoq yeydi, suv ichadi, to'y qilatdi, kasb qilatdi va dushmanlarning sharridan saqlanish uchun savut, dubulg'a va uningdan boshqa urush aslahalarini ishlatdi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavakkul qiluvchilarning eng katta turuqliq mushuna qilatdi. Kimki ishlarga sabab qilish shariatga xilof va tavakkul qilishga nuqson yetkazadi deb o'ylasa, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam elib kelgan to'g'ri yo'lga shaksiz xilof ish qilgan bo'ladi. Shuningdek, boshqa payg'ambarlarmi ishlarga sabab qilatdi, kasb qilatdi va tavakkulni bahona qilib o'tirib olmaydi. Imom Buxoriyning sahihida mundoq kelgan: Davud alayhissalom o'zining qo'l emgikidan kasb qilib yeydi. Sahihu Muslimda mundoq kelgan: Zakariya alayhissalom yog'ochchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida kasb va manfaatlarni hosil qilish uchun sabab ishlatishga, uzluksiz tirishishga, Alloh taoloning rahmat qilishi va boshqalarning manfaat yetkazishiga tayinib olib, g'ururlik qilmaslikqa, ojizlashib qolmaslikqa buyurgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq degan: Bir odam to'ygisiga minib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga keldi va "Men to'ygini qo'yib berib tavakkul qilaman" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'ygini bog'lagin va tavakkul qilgan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kuchlik mu'min yaxshidir. Alloh taolo ojiz mu'mindan kuchlik mu'minni yaxshi ko'radi va aslan iymonda o'rtoq bo'lganlik uchun hammasida yaxshilik bor. Sen o'zingga foydali narsalarga hiris bo'lgin. Alloh taolodan yordam tilegin. Ojizlikni o'zingga yo'latmagin. Agar sana biror ko'ngilsizlik yetib qolsa, undoq qilsam bo'pti ekan, mundoq qilsam bo'pti ekan demagin. Alloh taoloning kutayotgan taqdiri shu ekan. Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi degin. Agar koshki degan so'zlar shaytonning ishiga yo'l ochib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana mundoq degan: Albatta bir kishining org'onchilarini elib taqib berib, ondan bir bog'lam o'tinni dumbisiga ortib kelib setishi, shuning bilan shu o'tin sababli Alloh taoloning uning yuzini saqlab qolishi uning uchun birovlardan tilgandan yaxshidir. Kishilar uningga yo beradi, yo bermaydi. Shak shubsizki, haqiqiy tavakkul qilish
musulmonning hayotiga chambarchas bog'langandir. Shunga foyda manfaatlarni qo'lga keltirish, ziyon zahmatni dafi qilish va hojatlarni ravo qilish faqat haqiqiy tavakkul qilish orqali amalga oshadi. Haqiqiy tavakkul qilishning bandaning baxtli bo'lishi, orzu tilaklarining amalga oshishi, qalbida rozilik va xotirjamlikning paydo bo'lishi, shundoqla yomonlik va fitnalardan saqlanib qolishida cho'ng ta'siri bor. Bu haqda Alloh taolo mundoq degan: Alloh bandasiga, ya'ni Muhammad alayhisolamni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Zumar surasi 36-oyat. Bir hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishi uydan chiqqanda Alloh taoloning ismi bilan boshlayman. Alloh taologa tavakkul qildim. Alloh taoloning madadi bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desa, u kishiga hidoyat qilindim, kifoya qilindim va qo'g'daldim deyiladi. Shuning bilan shaytonlar undan yiroq bo'ladi. Ondan bir shayton yana bir shaytonga hidoyat qilingan, kifoya qilingan va qo'g'dalgan odamga qandoq kuching yetsin deydi degan. Shak shubhisizki, ba'zi musulmonlar, Alloh ularni hidoyat qilsin, Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilishda qalbi bu buyuk haqiqiy qoidadan g'aflat qolgan, aqli uning buyuk foydalarini tushunmagan holda kamchilik o'tkazdi. Buning natijasida kunimizda ko'plagan musulmonlar yurish turishi va kundalik hayotida Alloh taologa tavakkul qilishni unutib, maoshlari va muqim kirimlarga tayindigan bo'lib ketishdi. Ammo haqiqiy mu'min bo'lsa, ko'p rizq beruvchi Alloh taoloning qudrati, ilmi, rahmati, marhamati va kengri rizq egasi ekanligiga cho'nqur ishonganligi uchun Alloh taologa haqiqiy tavakkul qiladi. Chunki tavakkul qilish haqiqiy ishonishga ergishib kelgan bo'lib, mu'minning qalbida ishonish ziyoda bo'lgan sari uning mehribon Alloh taologa tavakkul qilishi shuncha ziyoda bo'ladi. Agar ishonish kamchil bo'lsa, tavakkul qilishmi kamchil bo'ladi. Kunimizda tavakkul qilish babida to'g'riliqdan qayib ketish kishilarning usul choralarga tayinishda bek chekdan oshirib o'tganligi va qalblarining butunlay shu tarafga burilib, hammani yaratquchi, haqiqiy tadbir qilguchi Alloh taolodan yiroqlashib ketganligi sababidan bo'layotdi. Hattoki ba'zi insonlar usta doktor bo'lsalar kasal saqiydi, biror kasb bilan shug'ullansalar rizq hosil bo'ladi, bexatarlik tadbirlari bo'lsalar tinchlik hosil bo'ladi va sug'urta qilish bilanla mol mulklar qo'diladi deb e'tiqod qilgan bo'lib ketdi. Bu materialistik hayot va madaniyleşishni qabul qilganlikning ta'siridir. Shak shubhisizki, tavakkul qilish har qanday sharoitda talab qilindi. Bo'libmi bir qism ahvollarda alohida ta'kidlanadi. Birinchi, rizq talab qilishda. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq degan: Kimki Allohdan qo'rqar ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Alloh uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Alloh haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Alloh haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgildi. Ikkinchi, dushmanga uchrashganda. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq degan: Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Alloh sizlarga yordam berishni to'xtatsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Mo'minlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Al-Imron surasi 160-oyat. Uchinchi, kofirlar hiyla-mikr qilganda. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq degan: Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki, kishilar ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi, ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Al-Imron surasi 173-oyat. To'rtinchi, balo musibat tushganda. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq degan: Ularga biror musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning igdorchiligimiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Parvardigorning mag'firati va rahmatiga erishishlardir. Ana shular hidoyat topqushlardir. Baqara surasi 156 va 157-oyatlar. 5. Kasal bo'lganda. Bu vaqtda Alloh taolo Hazrati Ibrohimning og'zidan mundoq degan: Og'rib qolsam, u meni saqaytidi.
Shuara surasi 80-oyat. 6. To'y qilmoqchi bo'lganda. Bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 turli kishiga Alloh taoloning yordam berishi haqdir. Ado qilishni iroda qilgan mukotab, pok bo'lishni iroda qilib to'y qilmoqchi bo'lgan kishi va Alloh taoloning yo'lida jihad qiluvchi degan. 7. Alloh taoloning yo'liga da'vat qilganda. Bu vaqtda Alloh taolo bunday degan: "Ey payg'ambar, agar ular sana iman etishdan yuz o'rsa, sen Alloh menga kifoya qiladi, uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningga tavakkul qildim. U buyuk arishning parvardigoridir" degan. Tavba surasi 129-oyat. Bu yerda haqiqiy tavakkul qilishga yordam beradigan va uni bandaning qalbida kuchlantiradigan bir qator ishlar bor. 1. Alloh taoloning ismlari, sifatlari, rububiyati va ish harakatlarini haqiqiy bilish. 2. Alloh taoloning ilm va qudratining komil ekanligi hamda kulli narsani to'p-to'liq bilganligi haqida cho'nqur o'ylanish. 3. Alloh taoloning maxluqotlarining ishlarini o'rlashtirish va ahvollarini tasarruf qilishda yoki yagona ekanligi haqida tafakkur qilish va haqiqiy ishonish. 4. Tavakkul qilishning fazilati va orzu-armonlarning reallikqa aylanishiga uning cho'nqur ta'sir ko'rsatganligi haqida o'ylanish. 5. Sabab tadbirlar har qancha cho'ng va foydali bo'lib ketsa-mu, o'z oldiga foyda ziyon yetkazilmaydi, chunki u maxluq bo'lganligi uchun qo'lidan hech ish kelmaydi deb e'tiqod qilish. 6. Rabbi haqida yaxshi faraz qilish va cho'ng umid qilish. Shundaqla yana tavakkul qilishga zid keladigan yoki mu'minning qalbida zaiflashgan bir qator ishlar bor. 1. Alloh taoloning ism-sifatlarini, qudratining ulug'ligini va hammani bilguchi zot ekanligini bilmaslik. 2. Banda o'ziga ato qilingan mol-mulk, mansab, yuz-obro'y va ilm qatorliqlar bilan oldinib qilishi. Bu orqali uning qalbining bu ishlarga tayinib tavakkul qilishdan mahrum qilishi. 3. Dunyo sababli fitnaga uchrash, moddiy sabablarning orqasidan bak yugurib ketish va bularni mutlaq orzu-armonlarni reallikqa aylantiradi deb e'tiqod qilib qilish. 4. Hojatlarni ravo qilishda kishilarga tayinish va ularga ishonish. 5. Imonning to'sish rolining ojizlab ketishi va mehribon Alloh taologa itoat qilishdan yuz o'rish. 6. Gunoh ma'siyatlar bilan nafsini zoyi qilish va harom qilingan shahvatlarga berilib ketish. Agar banda butun vujudi bilan Alloh taologa ishonib, haqiqiy tavakkul qilsa va ishlarga chora-tadbir ishlatishda kuchining yetishicha tirishchilik ko'rsatsa, Alloh taoloning izni bilan orzu-armonlari reallikqa aylanadi. Agar ish harakat qilishda beparvolik qilsa yoki ojiz chora-tadbir ishlatsa, odatda buning cho'ng ta'siri bo'lmaydi. Mu'minlarning g'alabalari va avliyolarning ajoyib ahvollari va qissalari bu asli qoidaga jalloh guvoh bo'ladi. Shu jumladan Bani Isroil ichidagi qarz olgan kishining qissasi haqida sahih hadisda kelgan xabardir. U kishi o'zining qarz olganligiga Alloh taoloni guvohchi qilgan edi. Qarzni qaytargan muddat yetib kelganda u hech bir uloq yoki boshqa qatnash vositasi topolmadi. Shuning bilan u pulni bir yog'ochning ichiga qo'yib, uni dengizga tashladi va "Ey Alloh, shaksizki sen mening falondan 1000 dinar qarz olganligimni bilasan. U mendan bir kepil bo'luvchini so'raganda, men Alloh kepil bo'lishga yetarlikdir" degan edim. Shuning bilan u sening kepil bo'lishingga rozi bo'lgan edi. U mendan bir guvoh bo'luvchini so'raganda, men Alloh guvoh bo'lishga yetarlikdir degan edim. U buningga rozi bo'lgan edi. Men uningga tava bo'lgan pulni avatib berish uchun vosita tepishga tirishgan bo'lsam-mu, topolmadim. Shaksizki men u yog'ochni sana omonat qilaman dedi. Shuning bilan u yog'ochni dengizga tashildi. Hatto u dengizga kirib ketdi. Ondan u yog'och Allohning izni bilan qarz berguchining yoniga yetib bordi. Bundoq bo'lishi qarz olgan kishining Alloh taologa qattiq ishonganligi va unga haqiqiy tavakkul qilganligidandir. Kunimizda mavjud iqtisodiy hayotimiz, tashviqotlarimiz va muassasalarimiz haqida o'ylangan kishi kundalik hayotimizda xatchak va yo'l-yo'riqlarimizdagi ba'zi ahvollarda tavakkul qilish tushunchasining yo'qolib ketganligini yoki ojizlashib ketganligini his qiladi. Bu bo'lsa uchuq bir yomonlikning
shundoqla bizdan ko'p yaxshiliklarning ketib qilayotganligining bishoratidir. Holbuki tavakkul qilish sahobalarning hayotida haqiqiy ko'rilgan edi. Imom Ahmadning Musnadda mundaq kelgan: shaksizki Abu Bakr raziyallohu anhuning qo'lidan qamchi tushib ketsa, hech bir kishiga uni ilib bergan demaydi. Va shaksizki Halilim, do'stim, meni kishilardan hech narsani so'ramaslikqa buyurgan edi, deydi. Agar banda Rabbiga haqiqiy tavakkul qilsa, bu ahvol u bandani imonining mukammal bo'lishiga ilib boradi va o'zini ma'naviy jihatdan Alloh bilan boy hisoblab, harom kasb qilmaydigan, bandalardan so'rab, ularning qo'llaridagi narsaga qaramaydigan va ruhiyati nachar kasblarga, shubhilik narsalarga talpinmaydigan holat qilib tarbiyalaydi. Bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundoq degan: kimki iffat bo'lishini talab qilsa, Alloh taolo uni qanoatchan qiladi. Kimki behojat bo'lishini talab qilsa, Alloh taolo uni ma'naviy jihatdan boy qiladi. Abu Bakr raziyallohu anhu o'zining butun mulkini sadaqa qilayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga oilangdagilarga nima qo'yib qo'yding degan edi. Abu Bakr raziyallohu anhu ularga Alloh va uning rasulini qo'yib qo'ydim dedi. Shak shubhasizki Alloh taologa haqiqiy tavakkul qiluvchi ko'ngli xotirjam va qalbi haqiqat uchun ichilgan holatda bo'ladi. Alloh taologa ishonganligi uchun o'zining navbatdagi holidan g'am qilmaydi va ishlarini Alloh taologa topshirib, kelgusidan ansirmaydi. Agar u Alloh uchun itoat bo'ladigan biror ishga chaqirilsa, darhol ovoz qo'shib, oz bo'lsa-mu mol-mulkidan sadaqa qiladi va yaxshilikqa o'rtoqlashadi. Shundaqla Alloh taoloning texmi yaxshisini berib, o'rnini to'ldirib berganligiga va oqibatini go'zal qilganligiga ishonch qiladi. Dunyoga berilib ketganlar bo'lsa, buni aksidir. Ular turli qo'rqinchlarning asiri bo'lgan holatda ko'p mollarni to'playdi. Shayton ularni faqirlikdan qo'rqitadi va qalblariga vasvasa qilib, kelgusidan ansirtadi. Shuning bilan ular Alloh taoloning meliga bexillik qiladi va o'zlarini ko'p yaxshiliklardan mahrum qo'ydi. Alloh taolo mundaq degan: kimki bexillik qiladi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Muhammad surasi 38-oyat. Alloh taologa tavakkul qiluvchi shijoatlikdir. Alloh bilan kuchli bo'luvchidir. Agar uningdan biror ilm haqida so'ralsa, ikkilanmasdan haqni so'zlaydi. Faqat Alloh taolodan qo'rqadi. Ishlarini Alloh taologa topshiradi va o'ziga Alloh tutib o'tgandan boshqa hech bir ziyon yetmaydi deb cho'nqur ishonch qiladi. Dunyoda haqiqiy tavakkul qiluvchilar oxiratda hisob ilinmay va azob qilinmay jannatga kirib ketadigan 70 ming kishining qatoridandir. Sahihaynda kelgan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundoq degan: ummatimdan 70 ming kishi jannatga hisob ilinmasdan kiradi. Ular sut-go'sht qilmaydigan, dog'lab davolanish qilmaydigan, hal oshmaydigan va Rabbiga tavakkul qiladigan kishilardir. Shuning uchun mu'minga muqim holatida bo'lsin, safar qilgan holatida bo'lsin, qo'rqinish holatida bo'lsin, tinch holatida bo'lsin, faqirlik holatida bo'lsin, boylik holatida bo'lsin, sog' holatida bo'lsin, kasal holatida bo'lsin, xilvat holatida bo'lsin, to'y qilgan holatida bo'lsin va toat ibodat, jihad holatida bo'lsin, bularning hammasida Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilishi va Alloh taologa yaxshi gumonda bo'lishi, Alloh taologa ishonishi va kishilarning qo'llaridagi arzimas narsalardan umid uzishi kerak. Balki Alloh taologa ishonishi o'zining chora-tadbirlaridan cho'ng bo'lishi kerak. Yana shuningga haqiqiy ishonishi kerakki, kishining peshonasiga putilgan ajal, rizq, baxtiyorlik, baxtsizlik, xushallik, g'am-qayg'u, osonlik va ziyon-zahmat qatorliqlar shak shubhasiz yuz beradi.